Bunda oddiy sumkalardan nima afzal joyi bor desangiz, ichiga 4 ta karpiga qarmog'ini katushkalaridan yechmasdan bemalol joylashtirsangiz. Yana menga eng yoqqan joyi 4 ta katushkasi bilan joylashtirganingizda bir-biriga zich bo'lib joylashyapti. Ko'tarib yurganingizda taqir-tuqir qilib bir-biriga urilib yurmaydi. Bu yoqdan teg tomondan lipuchkasi bor. Shu yerdan qotirib olasiz, keyin ustiga materialni yopib qo'ysangiz, uchidagi qismini bo'lsa bu yog'iga qo'yib bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Yana tepa tomonda mana shunaqa cho'mchagi bo'ladi. Bunga ham bemalol mayda-chuyda narsalarni qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Orqa tomonda yana mana shunaqa uzun cho'mchagi bo'ladi. Bunga ham qanaqadir stoykalar yo mayda-chuyda narsalar solsangiz bo'ladi. Undan tashqari tepa qismida ham shunaqa cho'mchagi bor. Xullas, mana shu sumkadan bitta olsangiz, ancha narsangizni joylashtirib ishlatsangiz bo'ladi. Buni mana shunaqa ko'tarib olsangiz bo'ladi. Yo bo'lmasa, yelkangizga ilib mana shunaqa holatda ko'tarib ishlatsangiz ham bo'ladi. Xullas, hadeb katushkalarni yechib qo'yib yurishdan charchagan bo'lsangiz, mana shu sumkadan bitta olib olishingiz kerak. Bu sumkani olish uchun bo'lsa, hozirgi kunda 460 ming so'm ishlatishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari yana buni boshqacharoq variantlari ham bor. Qo'shimcha ma'lumotlarni telefon nomerimiz bo'lsa, videoning tagida yozib qoldirib ketaman.